Aleyküm hürmetli obunachilar. Bugun sotib chiqqan uyimiz, kvartiramiz Xonkamedirda bo'ladi. Mana bunda ko'rsangiz zavod. Shuni yanında joylashgan 4 qavatli binoni 3-qavatında 2 xonalı 2 kvartira chiqdi. Sizlarga shuni hozir bir yandan ichki qismidan ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa. Qanasa ketdik. Kvadratı 5 milyon 200 dan mülk egasi nomerini qoldiraman, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar, 2 xonali uy bilan tanishtirib o'tamiz. Kirganimizning o'ng qo'lida zal joyi, balkonlarga ega. Yanımızda bir katta spalnisi bor, ko'rib turganlaringizdek. Birinde vannaxonasi, birinde hojatxonasi. Beri kuxnya bo'ladi. 60 kvadrat ekan, hurmatli obunachilar. $5 milyon 200 dan kvadratı, dokumenti taq to'g'ri o'tadi. Bemalol oformit etib olsangizlar bo'ladi. Zo'r tushgan kvartiramiz, keng mo'l.